Chalpanquloq Kubogi uchun kurash davom etadi. Chempionlar Ligasi 1/8 finaliga qur'a tashlandi. O'sha biz bilgan klublar bir-biriga raqib sifatida yana to'qnash kelmoqda. Galatasaray guruh bosqichida Liverpoolga qarshi o'yin olib borgan va Liverpoolga o'zining uyida Galatasaray qanday o'ynash kerakligini isbotlab g'alaba qozongan edi va Liverpoolga hozir revansh olish uchun imkoniyat yaratildi hozir. Keyingi raqiblarga to'xtalsak, PSG Chelseaga qarshi o'yin olib boradi. Klublar bo'yicha Jahon chempionatida finalda birga to'qnash kelishgan edi bu klublar. Chelsea o'sha o'yinda katta ustunlik bilan g'alaba qozonadi. Kubokni qo'lga kiritib ketadi o'sha payt va hozir PSJda ham xuddi shunday holat. Revansh olish uchun imkoniyat bor endi. Keyingi o'yinlarga to'xtalamiz. Pep Guardiola oxiri Citydan ketib qutulsa kerak bu Realdan. Yana Real to'qnash kelmoqda Cityga qarshi. Pep Guardiolaning bir mashhur gapi bor. Real Madrid qanday holatda kelmasin bu bosqichda, lekin Real har qanday holatda ham kuchli. Chempionlar Ligasini yutishing uchun Real Madrid to'sig'idan o'tishing kerak deb aytib o'tgan edi o'zining intervyusida. Guruh bosqichida City g'alaba qozongan edi va Real Madridga revansh olish uchun imkoniyat yaratildi mana endi. Bu ikkisining o'rtasida 15 ta o'yin bo'lib o'tgan ekan. 15 ta o'yinning 5 tasida Real Madrid va 5 tasida Manchester City va 5 ta o'yin durang qayd etilgan ekan. Eng qiziq jihati do'stlar, gollar nisbati 27 ga 26 ta Real foydasiga. Bu joyda ham tenglik qayd etilmoqda. Hamma joyda hozirchalik tenglik va bu o'yinda ikki o'yin natijasiga ko'ra kim g'alaba qozonarkin va bu statistika buzilarmikin? Keyingi raqiblarga to'xtalsak, Atalanta Bavariyaga qarshi o'yin olib boradi 1/8 finalida va Borussia Dortmund ustidan comeback amalga oshirgan Atalanta yana Germaniya klubiga qarshi o'ynadi va Germaniyaning Grand klubiga qarshi o'yin olib boradi. Bu o'yindan nimalar kutyapsizlar?